Bir kelin yok 20 ming. Qarziga Olma nech pul? 10 ming bunisi. 10 ming ekan, qaranglar. Bu qancha? 10 ming, 10 ming. 10 ming olma. Nech pul olma? 5 ming ekan mana. 12 ming. Hammasi olma mana. Nech pul mana olma? Opa samarenka. 12 ming. 12 ming ekan mana. Nokchi. 20 ming. Olma nech pul? Siz olmadim 15 ming. Necha? 10 ming so'm mana. 10 ming qattiq olma. Karkidonki. Karkidon olmasa mana haqiqiy dehqon. Kerak. Arzon rahmat dehqonlarga. Mana mart oyida ham 10 ming. Kishini Kimga ardida. chila mana? Kerak adashlar. Dehqon kelib Dehqon kelibdi mana. Mayiz nech pul ekan? 35 ming, 30 ming, 25. 35 ming, 25 ming, 20 ming ekan mana. Olmalar nech pul? Kilosi 15 ming. 2 kilosi 15 ming. Qattiq ekan? Bu ham karkidon ekan mana. Kelaverasizlar. Olma serob. Mayiz nech pul opa mayizingiz? Mayizlar 90 ming. 90 ming ekan mana so'yaki mayiz. Bu nech pul? 70 ming. 70 ming. Qarang 60 minglikda. Mana 60 ming ekan mana. Ana chiroyligini qara. Quruq ekanmi? Chiroyligini qara. Buni ham qilasizmi? Mana 50 ming. 50 mingga ham bor ekan mana. Kelaveradi mana. Shu dehqon bozorida. Barakasini bersin. YouTube'da. Qaysisiga qo'yaman? Hozir aytaman. Nech pul olma? Olmalar. 2 kilosi 25. 2 kilosi 25. Bayram kuni Bu ham 10 ming 10 ming ekan. Karkidon bu ham? Karkidon. Gap yo'q. Barakasini bersin. Hozir aytamiz. Aytsak ma'lumni ko'raman. Hozir aytaman. Nech pul olma? Nech pul? Nech pul? 15 ming ekan. 15 ming deb 13 ming. 13 ming. Ha, bunisi 15 ming ekan. Bu ham karkidonmi? Ha, varsigi. Varzigniki ekan mana. Tog'i suvini ichgan. Bolasi yedimi? Nech pul olmalar? 10 ming. Mana chiroylisi nech pul olmani? 20 kam. Oho, 20 ligi ham bor ekan mana. Qayerda varzingmi bu? Varzingniki ekan. Barakasini bersin. Nech pul ekan bu? Liminokmi, nima bu? Toshmoq. Toshnokmi bu? Nech pul toshnok? 15 ming ekan mana. 15 ming. Dehqon aka olma nech pul? Ha? 2 kilosi 15 ming. 2 kilosi 15 ming mana. Karkidonikimi? Barakasini bersin. Ben nech pul yo'q azizjon? 25 ming. Ona nech pul yo'q? Manki ham 15 ming. 15 ming. Yazımı Instagram'da. Mana shoxsda. Da dehqon nech pul yo'q? Yo'ng'oqlar nech pul? Yong'oqlar 15 ming, olavering. 15 ming mana. Yo'ng'oq sayil. Chaqiring, yong'oq sayil. Ana. Shus bozorida yo'ng'oq 15 ming bir joyga. ham berib yuboriladi. Ha, 12 mingga ham bor ekan. Ana. 12 Kelaverasizlar. 11 mingga ham berib yuboriladi. Hammasi. Ana. Ana yo'ng'oq serob. Shusda yong'oq 10 ming. Yo'ng'oq 10 ming, 11 ming, 12 ming mana. Kelaverasizlar. Ana yo'ng'oq sayil. Ana yo'ng'oq tanlab olasizlar 15 mingdan.
Öyle hiç biliyor musun kız ope? 100 mü? Hazırlaşma, hiç mi? 15 bin bana. Siz misiniz? Yok sizden mi? Hiç bir kıldı bu. Hiç bir kıldı. 12 bin 13 bin qilyapti. 12 bin bana yongo bana. Kelaverasizlar bana. Şu şahrida yongo 12 bin 13 bin. Bana Ramazan oyida. Hiç bir keldi bu. Mağızın hiç bir ekan. Hafta so'rab Baho qildimi? tuz qilishdi. 300 ming bo'pti. Bu xonaki tuxummi bu? Nechi pul ekan? 2,5 ming. Arzon. Quritish pul, bu sarig'i yo'qmi? Ha yo'q, sar yo'q. Puli 80 ming. 80 ming. Bu 70 ming. Barakasini bersin. Bodom nechi pul berdingiz? 45 ming berdim. Mana yumshoqqa 45 ming bo'pti. Yo bir to'rt tarkami? Bu nechi pulga chiqdi opa? Bodom nechi pul ekan bodom? Bunda 60 miydi ya? Bular nechi? 50 idi. Nechi pul savdosi? Ha? 36. Bering. Yaxshi beribdi. Bering aka. Nechi pul yong'oq dehqon? 20 ming. Kelaverasizlar. Chus dehqon bozori. Ha. Gulshan Alayhissalom shu. Ha. Gulshan aka. Ha. Har hafta oy. Necha qo'rqasan? Yetimchidan qo'shingiz qo'shib berdim. Jinoyat qilmayapsan-ku. 36. Nechi pul ekan xola lula? 15 ming deyapti. 15 ming. Baho qildimi? 12 ming, 10 ming deyapti. 10 ming ekan mana. Chiporda bu? Bor. Chipor lula. Berilgan toza. Omijon, Assalomu alaykum. alaykum assalom, ayollar bilan. Hechmi charchamasmi? Siz yaxshimi? Yo, nechi pul qildi buni? 12 ming uni, chipor 12 ming. Qizil lula nechi? Ulan bilmadim ama. Egasi yo'qmi? Sizga 12 ming qildi. Assalomu alaykum. Salomatingiz Ayollar yaxshimi? bilan. Birga Uydagilar nechi pul bo'ldi hoji buvi? Buni 16 ming deyapmiz. Baho bo'ldimi? Baho bo'ldi. Nechi pul? 13 ming, 14 ming 3 deyapti. ming, 4 ming ana. Barakasini bersin. Rahmat. Makka kimdan ekan Makka? Bizdan Nechi pul? 4300 qopga. 4300? Ha. Mana optim 4300. Qancha bo'lsa bormi xud? Bor. Tugadimi? Mana mashinada bor ekan. Lula nechi pul bo'pti? Alo. 8 ming. Birinchi varaqni. Ha, nechi pul mana? Super go'ruqmi? Bu qora javada. Ha, qora javara ekan. Nechi pul? 9 ming so'm. 9 ming? 4300. 9 mingmi? Bir kelisi 9 ming so'm. Bug'doychi? O'g'rachilisi kirsa. Bug'doy nechi pul? Bug'doy aka 3800 so'm. 3800. Optim narxi. Makka 4300 so'm sotyapti. 4300 so'm mana. Shu suv bozorida mana. Kelaverasizlar. O'qi nechi pul javarini? 8 ming ekan mana. Bozorini bersin. Nechi pul mana arpa?
3,5 ming. Makkachi, makka. 4 ming ekan mana. Makka bozor optim. Gapirishni o'rganing avvasi. Yaxshiroq ko'rsatib. Bak bodomga borsa va'da nima qiladi? Ha, ana. Odamlar yo'q. Makka man budoyni oldi yemay. Xo'p. Shirik shirik.